Salom do'stlar, bugun havo juda ham sovuq. Shunga qaramay, Kembrij universitetini ko'rish uchun Kembrijga yo'l olamiz. Nihoyat Kembrijga yetib keldik. Kembrij vokzalidan endi universitetga qarab yo'l olamiz. Kembrijda ko'p yillardan beri yashamasam-da, bu yerga kelib turaman. Buning sabablaridan bittasi, universitet bitiruvchilariga universitet kutubxonasiga bir umrlik a'zolik beriladi. Shu sabab odatda Kembrijga kelganimda kunimni aynan Kembrij universiteti kutubxonasida boshlayman. An'anaga sodiq qolib, bugungi hikoyamizni ham Kembrij universiteti kutubxonasidan boshlaganimiz yaxshi. Bu yerdan boshlashimizning yana bir jihati videoda universitet va kollejlar orasidagi farqni tushuntirganimda foydasi tegadi. Orqamda turgan bino Kembrij universiteti kutubxonasining binosidir. Kembrij shahrida 100 dan ko'p kutubxona bo'lib, bu o'sha kutubxonalarning hammasining asosiysi. Bundan tashqari Britaniyadagi 6 ta huquqiy depozit kutubxonaning bittasidir. Huquqiy depozit kutubxona degani mamlakatda bosiladigan barcha kitob yoki jurnal va shunga o'xshash narsalarning hammasidan bitta nusxa tekinga bu kutubxonaga berilishi kerak degani. Natijada Kembrij universiteti kutubxonasida yillar davomida 9 milliondan ko'p kitob va jurnallar yig'ilgan. Bir haftaning o'zida 800 dan 1200 gacha bo'lgan nashrlar, kitob yoki jurnallar kutubxonaga topshiriladi. Buning oqibatida kitoblar juda ko'pligidan hozirda kutubxonada joy muammosi yaralgan. Boshqa kutubxonalardagi kabi juda ko'p yangi chiqqan kitoblar hozir faqat elektron variantda, elektron formatda ko'rilishi mumkin. Afsuski, kutubxona ichida tasvirga olishga ruxsat yo'q, lekin tashqaridan turib ham kutubxonaning qanchalik katta va buning ichidagi javonlarda yig'ilgan kitoblarning qanchalik ko'pligini taxmin qilish mumkin. Mana shu binoning butun uzunligi bo'ylab koridor bor. Hatto mana shu tepadagi minorada ham kitoblar saqlanadi, kitob va jurnallar va 6-etaj, masalan 6-qavatga chiqilsa, 6-qavat bir boshidan to narigi boshigacha bemalol faqat o'sha kitoblar orasida yurib, kutubxonada bemalol yurish mumkin ichida. Kembrij universiteti kutubxonasining boshqa kutubxonalardan asosiy farqi ham aslida shunda, chunki kutubxonachi kitobni sizga olib kelib bermaydi. Kitob balki ko'pligidandir, balki boshqa sabab, siz o'zingiz katalogda, elektron katalogda kitob qayerdaligini ko'rib, qaysi qavatda, qaysi bo'limda, qaysi javondaligini ko'rib, o'zingiz borib topib olasiz kitobni. Hozir kutubxonadan uzoqlashib, endi fakultetlar tomon yurayapman va manzilimizga yetguncha sizlarga universitet va kollejlar haqida ozgina tushuncha bersam. Hozir biz ko'rgan universitet kutubxonasi, boya boshida ham aytdim, 100 kutubxonadan bittasi dedim. Nima uchun Kembrijdek kichkina shaharchada buncha kutubxona ko'p degan savol tug'ilishi mumkin. Endi birinchi navbatda baribir universitet va kollejlarga bog'liq masala bu. Kollejlar deganda universitet hali universitet shaklida hosil bo'lishidan oldin yaralgan tashkilotlarni aytsa bo'ladi.
Kembridj kolleji bizning tushunchamizdagi kollejdan katta farq qiladi. Yuqorida aytganimdek, kollejlar talabalar yoki ularning o'qituvchilari yashaydigan, birinchi navbatda yashaydigan joy. Undan tashqari har bir kollejning o'z kutubxonasi, cherkovi, ovqatlanish zali, bari va bakalavr, magistr yoki domlalar uchun maxsus xonalari bo'ladi. Bu xonalar talaba yoki o'qituvchilar uchun, ya'ni umuman kollej a'zolari uchun dars yoki ishdan tashqari vaqtda hordiq chiqarish, bir-biri bilan tanishish, suhbatlashish, turli klublarga a'zo bo'lish va turli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish uchun ajratilgan. Kollej a'zolari universitetda talabalik davrida kollej yotoqxonalarida turishadi. Kollejiga qarab bu yotoqxonaning narxi va undagi sharoit farq qiladi. Kattaroq kollejlarda ko'pincha xonalar soni ko'proq bo'ladi va har bir kollej yotoqxona uchun o'zi narx belgilaydi va o'zi sharoitlar yaratadi. Umuman olganda, yuqorida aytib o'tgan gaplarimdan shuni xulosa qilish mumkinki, kollej talabaga hech narsaga chalg'imasdan o'qish uchun eng yaxshi sharoit yaratib beradigan makondir. Ammo kollej shunchaki yashaydigan joy emas. Agar siz bakalavr talaba bo'lsangiz, kollejda ta'lim ham olasiz. Bu jarayon qanday kechadi? Kollejda ta'lim beriladi deganimda, Kembridj va Oksfordga xos maxsus kichik guruhlarda o'tiladigan darslarni nazarda tutaman. Kembrijda bu odatda 1 soat davom etadigan dars supervision deyiladi, Oksfordda esa tutorial deyiladi. Ya'ni hali Kembridj va Oksfordni qiyoslagan bir video qilmoqchiman. O'shanda aslida bir xil, lekin turli nom bilan nomlanadigan bu ikkala universitetdagi narsalar haqida ham aytib o'taman. Bu 1 soatlik dars aynan shunga misol. Ya'ni talaba ma'ruza yoki imtihon uchun fakultetga boradigan bo'lsa, amaliy yo yozma ishlar ustida ishlashda va umuman olganda o'zining sohasida ilgarilash uchun, o'sha darslaridan darsga, yildan yilga o'tishi uchun kollejdagi o'sha director of studies deyiladi, talabaning ilmiy rahbari desa bo'ladi buni, va director of studiesning rahbarligi ostida talaba kollejda ta'lim oladi. Director of studiesning vazifalariga talaba hali universitetga kelishidan oldin, qabul paytidayoq talaba bilan suhbat qilish yoki semestr boshlanishidan oldin ularga o'qish uchun ro'yxatlar berish, ya'ni kitoblar ro'yxati yoki maqolalar ro'yxatini talabaning yil davomida yoki semestr davomida o'zlashtirishini nazorat qilib borish. Bu director of studiesning vazifalariga kiradi. Director of studies odatda o'sha talabaning o'qiyotgan sohasida mutaxassis bo'ladi. Ko'p hollarda universitetda ham, kollejda ham ishlaydigan domlalar o'sha director of studies bo'ladi. Odatda universitet bu odamlarni ishga yollaydi. Keyinchalik ko'p hollarda o'sha fakultetlarda ishlaydigan kuchli mutaxassis o'qituvchilar keyinchalik kollejlar tomonidan ham o'sha director of studies sifatida yollanadi va buning uchun ularga alohida qo'shimcha oylik to'lanadi. Bir supervisionda odatda 6 tadan ko'p talaba qatnashishi mumkin emas. Ammo ko'pincha bitta yoki ikkita talaba o'qituvchi bilan yuzma-yuz qatnashadi. Supervisionda nima yuz beradi deb savol beradigan bo'lsangiz, talabaning yozgan yozma ishi, aytaylik o'sha essay yoki imtihonga tayyorlanishi yoki ma'lum bir muammoni yechishdagi o'qituvchining yordami kerak bo'lganida o'sha muhokama qilib, o'qituvchi talabaga yo yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin yoki o'sha yozgan yozma ishidagi kamchiliklarni aytib berishi mumkin. Ko'pchilik olimlar fikriga ko'ra, Kembridj va Oksford ta'limi muvaffaqiyatining siri ham aynan ana shu 1 soatlik kichik guruh seminarlaridadir. Kembrijdagi kollejlar biron bir sohaga ixtisoslashmaydi. Unda turli fakultetlar talabalari birga yashashadi. Qaysidir fakultetga yaqinroq joylashgan kollejda o'sha fakultet talabasi ko'proq bo'lishi mumkin, ammo ma'lum fakultet talabasi ma'lum kollejga a'zo bo'lishi kerak degan shart yo'q. Talaba universitetga hujjat topshirayotganda kollejni o'zi tanlaydi. Ya'ni unga 3 ta kollej tanlash imkoniyati beriladi. Birinchi tanlovda joy bo'lmasa, ikkinchi tanlovga o'tadi va hokazo. Kollej tanlamagan talabaga esa universitetning o'zi biron bir kollejdan joy belgilaydi. Nima chapel aylanib, chapelga boshqa kirma degan, lekin aylanib borsak bo'ladi chapelga. Bu siz o'qigan joyi? Ha, endi bu meni kollejim. Men bu yoqda o'qimaganman, lekin shu kollejga a'zo bo'lganman. Ya'ni bu kollej sizni birinchi universitetga kelganda boradigan joyingiz va birinchi o'sha masalan 3 yil bakalavr o'qisangiz ham boshqa qilsangiz ham keyin nima qilinadi? Ya'ni sizga uyingiz bo'ladi universitetda. Boshqacha tushuntirish qiyin. Buni tushuntirish qiyin rostdan kollejni. Bizda kollej degan odamlar butunlay boshqa narsani tushunadi-da. Shu. Birinchi universitet
universitet bo'lguncha faqat kollejlar bo'lganda keyinchalik universitetlar yig'ilib va kollejlar yig'ilib universitet hosil qilishgan. Chiroyli joylar. Bu ham qadimiy bino shekilli. Juda qadimiy kollejlardan 1352 yilda asos solingan. 1352-yildagi ekan. Yotoqxonalari ham hammasi shu yerda. Mana yerda magistrlar yashaydigan xona bor. Binolar bor, u boshqa joyda, boshqa saytda joylashgan. Ya'ni bu nafaqat Kembridjda, balki butun Oksfordda ham, Kembridjda ham eng eski court. Court degani hovli desa bo'ladi. Hovliga o'xshaydi. Qadimgi kinolarda ham shunaqa bo'ladi. Kembridj universitetiga 1209-yilda asos solingan bo'lsa, kollejlar o'sha davrda qaysidir ma'noda olimlarning hamjamiyati, olimlar kichkina yashaydigan bir hujralarga o'xshagan narsa deb tasvirlash mumkindir. Keyinchalik kollejlar soni ko'payavergandan keyin ular hammasi yig'ilib universitet hosil qilishgan. Ya'ni hozir bizning tushunchamizdagi o'sha g'arb tushunchasida albatta universitet bilsangiz kerak, Kembridj dunyoning, Yevropaning va dunyoning eng eski universitetlaridan bittasi, eng qadimiy universitetlaridan bittasi desa bo'ladi. 31 ta kollej bor Kembridjda. Oksfordda ularning soni sal ko'proq. Kollejlar haqida hali yana gaplashamiz. Lekin universitet haqida gapirib boshladim. Universitet va kollejlar bir-biriga qarama-qarshi narsa emas. Aksincha, universitet ko'proq kollejlarning bir yig'indisi va kollejlardan tashqari kollejlar ko'rsata olmaydigan xizmatlar universitet tomonidan ko'rsatiladi va universitet kutubxonasi kollej kutubxonalari va fakultet kutubxonalaridan tashqari eng asosiy kutubxona hisoblanadi. Boya aytganimdek, bu kutubxonaning ahamiyati nafaqat universitetda, balki butun davlat, mamlakatda ham juda ham muhim. Kutubxonadan tashqari albatta universitetda fakultetlar bor. Fakultetlar Kembridj universitetida ham bizni tushunchamizdagi universitet fakulteti qiladigan ishni qiladi. Lekin Kembridj va Oksford va boshqa kollegiat universitetlar, ya'ni kollejlardan tashkil topgan universitetlarning o'ziga xosligi shundaki, fakultetlardan tashqari kollejlarda ham ilmiy ish yoki darslar o'tiladi. Fakultetlar Kembridj shahri bo'ylab bir nechta joyda joylashgan. Eng eski fakultetlar shaharning markazida ochilgan bo'lsa, keyinchalik joy yetmay qolgani uchun va boshqa sabablarga ko'ra shaharning sal chetrog'ida yangi binolar qurilgan. Mana hozirgi men turgan joy bu Sedgwick Site deyiladi. Orqamdagi fakultet bu ingliz tili va adabiyoti fakulteti. Mana bu yangi bino Alison Richards Building. Bu men bu yoqqa kelgan paytimda 2010, 11, 12 yillarda qurilgan bino. Bunda xalqaro munosabatlar, siyosatshunoslik, mintaqashunoslik kabi fakultetlar bor. Bu Sedgwick Site'ning xaritasini ko'rishingiz mumkin. Dinshunoslik fakultetida hozirda qurilish olib borilyapti. Mana shu orqadagi bino dinshunoslik fakulteti. To'g'rida huquq fakulteti, juda antiqa bino. Huquq fakultetining binosini mashhur me'morlar byurosi loyihalashtirgan. Ko'rib turganingizdek, hamma joyi, deyarli hamma joyi oynadan iborat bino. O'ng tomonda esa tarix fakulteti. Bu ham hozir ta'mirdan o'tyapti. Orqamdagi bino Raised Faculty Building deyiladi. Endi to'g'ri tarjima qilsak, ko'tarilgan fakultetlar binosi yoki fakultet binosi. Bizdan ko'rib turganingizdek, ozgina ko'tarilgan yerdan bu binoda asosan tillar, chet tillari, modern and medieval languages, zamonaviy va o'rta asr tillari fakulteti joylashgan. Kriminologiya fakultetidan o'tib, sekin meni yoshligim o'tgan fakultet binosiga yaqinlashyapmiz. Orqamda meni o'zimni fakultetimning binosi Osiyo va O'rta Sharq tadqiqotlari fakulteti deyiladi. Sharqshunoslik fakulteti, o'sha o'zimizdagi sharqshunoslik ma'nosidagi fakultet desa ham bo'ladi. Mana shu binoda birinchi 4 yil PhD aspirant sifatida, doktorant sifatida va yana 2 yil postdoc sifatida shu binoda ishlaganman. Kutubxonasida dissertatsiya yozganman.
Tepada 3-qavatda ilmiy rahbarimning xonasi bor. Ilmiy rahbarim bilan uchrashuvlarga kelardim. Bu joy bilan bog'liq yaxshi xotiralarim juda ham ko'p. Fakultetimning qarama-qarshisida Newnham College joylashgan, orqamdagi kollej. Bu kollejning o'ziga xosligi shundaki, bu Kembrijdagi 3tagina faqat qizlarni qabul qiladigan kollejlardan bittasi. Keling siz bilan bir o'yin o'ynaymiz. Men Kembridjning mashhur kollejlari darvozalari oldida turib, sizlarga kollejning nomini aytaman. Siz esa o'sha kollejni bitiruvchilaridan bo'lgan eng mashhur bir kishining, kamida bir kishining, xohlasangiz ko'prog'ini yozing, kommentlarda yozib qoldirasiz. Videoni oxirida esa to'g'ri topdingizmi yo'qmi bilib olamiz. Orqamda King's College, ya'ni Qirol kolleji. Agar sizga Kembridjdan kimdir otkritka yuborgan yoki yuboradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'sha otkritkada siz mana shu binoni ko'rasiz. Bu King's College'ning cherkovi, King's College Chapel. Mubolag'alarsiz Kembridjning eng mashhur binosi deb atash mumkin bo'lgan bu bino 15-asrda, ya'ni Alisher Navoiy davrida qurilgan. Kembridjning haqiqiy ramziga aylanib ulgurgan bu binoning go'zalligiga uning atrofidagi o'tloqlar ham hissa qo'shadi. Ba'zida quyoshli kunlarda yaqin atrofdagi qishloqlardan qoramollar bu o'tloqlarda o'tlash uchun olib kelinadi. Cherkov yonidagi dalada esa universitetning botanika fakultetining talabalari turli sinovlar o'tkazishadi. Cherkovning ichidagi go'zallikka esa soatlab tikilib o'tirish mumkin. Google, Wikipedia yoki ChatGPTdan so'ramasdan Qirol kollejining eng mashhur bitiruvchilaridan birining nomini kommentlarda yozib qoldira olasizmi? Mana bu kollej esa Darwin kolleji deb nomlanadi. Kollej nima uchun aynan Darwin deb nomlanishini bilsangiz yoki taxmin qilsangiz, iltimos pastda yozib qoldiring. Bu kollejga Darwin nomi berilishining sababi Charles Darwin bitiruvchisi bo'lgan deb yozgan bo'lsangiz, afsuski adashasiz. Bu kollej aslida Kembridjning nisbatan yangi kollejlaridan bittasi. Kollejga Darwin nomi berilishining asl sabablaridan bittasi esa bu hozir joylashgan joy, bu yer bir vaqtlar Darwin oilasiga, ya'ni Charles Darwinning oilasiga tegishli yer bo'lgan. Albatta, universitetning mashhur bitiruvchisi bo'lgan Darwin nomida kollej ochilishi ham universitet nuqtai nazaridan yaxshi narsa deb hisoblangan. Tarixga boy ko'p shaharlar kabi Kembridjda juda ko'p afsonalar mavjud. Orqamda turgan matematika ko'prigi o'sha afsonalardan bittasi. Matematika yoki matematiklar ko'prigi afsonaga aylanishiga sabab uning geometrik shakli va ortida turgan muhandislik g'oyasiga borib taqaladi. Ya'ni kimdir turistlarni jalb qilish uchunmi yoki Kembridjning matematika an'anasi bilan g'ururlanganidanmi bu ko'prikni universitetning matematik olimlari, xususan Kembridj tarixidagi eng mashhur matematik Isaac Newtonning o'zi hech qanday mixlarsiz loyihalashtirgan degan mifni tarqatgan. Bu mifga ko'ra keyinchalik talaba va domlalar ko'prikning qanday qurilganini ko'rish uchun uni buzishgan, ammo mixlarsiz qayta tuza olishmagan. Bilganingizdek, Kembridj so'zining o'zi Kem daryosi uzra ko'prik degan ma'noni anglatadi. Ko'priklar shahri bo'lgan Kembridjda ko'priklarga oid bunday mif va afsonalarning ko'pligiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Yana bir shunday afsona men uchun Kembridjning eng chiroyli ko'prigi, Avliyo Jon kollejidagi xo'rsinishlar ko'prigi bilan bog'liq. Bu afsonaga ko'ra, daryoning bir qirg'og'ida joylashgan yotoqxonasidan narigi qirg'og'iga imtihonga o'tadigan talabalar ko'prikdan o'tayotib bir xo'rsinib qo'yishar ekan. Yana kollejlarga qaytadigan bo'lsak, tasvirda Emmanuel College'ni ko'ryapsiz. Aslida juda katta yoki unchalik mashhur bo'lmagan bu kollejning bitiruvchilaridan biri nafaqat AQShda, balki butun dunyoda mashhur bir universitetga asos solgan va unga o'z nomini bergan. Siz bu bitiruvchining ismini bilasizmi? Orqamdagi bino Gonville Keys kolleji. Bu kollejning bitiruvchisi bo'lmasa-da, dunyoga mashhur fizik olim bu kollejda ishlagan. Uni ismini bilsangiz, kommentlarda yozib qoldiring. Orqamdagi ulkan darvoza nafaqat Kembridj, balki Kembridj va Oksforddagi eng boy kollej, Trinity College'ning darvozasidir. Trinityni bitirgan mashhur olim, siyosatchi yoki arboblarning nomlarini bilasizmi? Orqamda ta'mirdan o'tayotgan darvoza Christ College darvozasidir. Darvozani hozir ko'ra olmasak-da, men oldinroq olingan darvozaning tasvirini qo'yaman. Christ College'ning eng mashhur bitiruvchisi kim? Agar Charles Darwin deb yozgan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Charles Darwin Darwin kollejida emas, aslida Christ College'da o'qigan.
Trinity kollejining mashhur bitiruvchilari orasida o'sha biz aytgan eng mashhur matematik, fizik, astronom va hokazo olim Isaac Newton va Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiyaning hozirdagi qiroli Charles III ni aytib o'tish mumkin. Bulardan tashqari mustaqil Hindistonning birinchi bosh vaziri Jawaharlal Nehru ham Trinity kollejini bitirgan. Yana afsonalar mavzusiga qaytadigan bo'lsak, orqamdagi olma daraxtining nomi Newton olma daraxti deyiladi. Aytib o'tganimdek, Isaac Newton Trinity kollejda ham o'qigan, ham matematik sifatida faoliyat yuritgan. Newton va olma hikoyasini menimcha hammalaringiz bilsangiz kerak. Bu daraxt nima uchun Newton olmasi deyilishining sababini bilasizmi? Bu olma daraxtini ham afsonalar safiga kiritganimning sababi, boshiga olma tushgan paytda Newton Kembridjda bo'lmagan, balki o'zi tug'ilib o'sgan Lincolnshire viloyatida bo'lgan. Ammo afsonaga ko'ra, bu olma daraxti aynan o'sha Lincolndagi mashhur olma daraxtining ko'chatlaridan biridir. Qirol kollejining mashhur bitiruvchilari va professorlari ko'p. Bulardan ikki mashhur insonni aytib o'tish mumkin. Birinchisi iqtisodchi John Maynard Keynes bu kollejda o'qib, keyinchalik professorlik ham qilgan. Zamonaviy informatika va kompyuter fanining asoschilaridan biri Alan Turing ham bu kollejda xuddi Keynes kabi stipendiyat sifatida matematika o'rgangan. Gonville Keys kollejidagi mashhur fizik professor nogiron bo'lishiga qaramasdan zamonamiz fizikasiga ulkan hissa qo'shgan Stephen Hawking. Emmanuelning eng mashhur bitiruvchisi John Harvard bo'lib, o'sha siz bilgan AQShdagi Kembridj shahridagi Harvard universitetiga asos soluvchi insonlardan biri bo'lgan. Bu videoni tayyorlash jarayonida Telegram kanalimdagi o'quvchilarimga Kembridj universiteti haqida nimalarni bilishni xohlaysiz degan savol bilan murojaat qilgandim. Bir nechta o'quvchilarim o'zlariga qiziq savollarni kanalning chatida yozib qoldirishgan. Avvalambor, savollar uchun katta rahmat. Hozir ularga qisqacha javob berishga harakat qilaman. Savollarni guruhlaydigan bo'lsam, bir qism savollar scholarship, ya'ni stipendiya yutish, Kembridj universitetiga kirish haqida, yana bir qism savollar turli yo'nalishlarga kirish haqida desa bo'ladi. Ammo bitta savol bu guruhlarning birontasiga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun shu savoldan boshlayman. Akmal Kochimov yozadilar. Kembridj uchun asosiy qadriyat nimada? Ilm, reyting, daromad va hokazo shu kabilardan qaysi biri asosiysi degan savol. Menimcha juda ham qiziq savol bu. Qisqa javob beradigan bo'lsam, Akmal, uchalasi ham juda ham muhim. Kembridj o'sha videoda ko'rganingizdek juda ham an'anaviy universitet, ya'ni qadimgi universitetlardan biri. Birinchi navbatda 800 yil oldin asos solinganidagi maqsadlari bilan hozirgi maqsadlari farq qilishini aytib o'tishimiz kerak. Mayli, savolingizga sal batafsil javob beradigan bo'lsam, Kembridj universitetining asos solinish tarixiga qaytishimiz kerak. Bilishingiz mumkin, Oxford universitetida Oxford aholisi bilan kelishmovchiliklar sabab Oxforddan qochib Kembridjga kelgan bir guruh olimlar Kembridj universitetiga asos solishgan. Ya'ni birinchi navbatda bu odamlar o'zini ilmi, o'zini qiziqishlari sabab universitet ochishga va ilm bilan shug'ullanishga qiziqqan odamlar bo'lgan. O'rta asrlarda universitetlar ko'pincha keyin diniy arboblarni tayyorlashdi. Ya'ni har bir qishloq yoki kichkina aholi punktiga o'ziga bir o'sha rohib kerak bo'lganida, qishloq aholisi pul yig'ib, qishloqdagi eng umid beradigan, umidli, iqtidorli deyishimiz mumkin yoshlarni Kembridj universitetida o'qishga yuborishgan. Keyinchalik Britaniyada sanoat inqilobi davrida sanoat uchun kerak, zamonaviy jamiyat uchun kerak bo'lgan mutaxassislar ham yetishtirila boshlagan va aynan o'sha paytda universitetlar soni ko'paygan va kengaygan. Ungacha Britaniyada asosan 2-3 universitet bo'lgan. Ya'ni bu Oxford, bu Cambridge, Shotlandiyada St Andrews bo'lgan. O'rta asrlarda yana bir nechta o'ziga xos kollegiat universitetlar, masalan Durham universiteti ham bo'lgan, lekin oliy ta'limning ommalashishi va oliy ta'limning xohlagan odam borib o'qiy oladigan darajadagi dargoh bo'lishiga aynan o'sha 18, 19, 20 asrlardagi Britaniyaning o'sha imperiyaga aylanishi va nafaqat Britaniya, boshqa davlatlarda ham shu jarayonlar kuzatilgan. Shu sabab bu juda ham bu murakkab tarix va murakkab maqsadlarga xizmat qilgan dargoh bo'lib kelgani uchun Kembridj universiteti uchun siz aytgan uchala narsaning ham ahamiyati bor deyish mumkin. Hozirgi kunga kelib Kembridjni maqtashlarining asosiy sabablaridan biri aynan ilm bilan biznes, ya'ni
turli yechimlar topish, turli ishlab chiqarish uchun, biznes uchun yoki aytaylik o'sha farmatsevtika biznesi bo'lsin, xoh tibbiyotni boshqa sohalari bo'lsin, xoh o'sha fizika materiallarni ishlab chiqish, muhandislik va hokazo, xohlagan sohangizda Kembrij universiteti aynan bilimlarning universitet devorlari ichida qolib ketmasdan jamiyatga va o'sha tadbirkorlarga, turli kompaniyalarga, xoh bu xususiy kompaniyalar bo'lsin, foyda ko'radigan yoki foyda ko'rishni maqsad qilmagan tashkilotlar bo'lsin, hammasi bilan hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'ygan ilm o'chog'i sifatida Kembrijni ko'p maqtashadi. Reytinglarga kelsak, reytinglar ham yaxshi ilmiy tadqiqot olib boriladigan joyda va biznes tomonidan yaxshi bunga mablag' ajratiladigan joyda albatta ilm qilishga sharoit ham bo'ladi va ilmni yaxshi qiladigan odamlarning ko'pi Kembrij va shunga o'xshagan joylarga kelishga harakat qiladi va bularning hammasi chambarchas bog'lanib yaxshi va yuqori natijalar keltirishga xizmat qiladi. Keyingi savol Ibragimov Jo'rabekning savoli. Assalomu alaykum. O'zbek yoshlarini Kembrijga o'qishga kirish imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Bakalavriat va yoki magistraturaga deyilgan. Juda yaxshi baholayman. Hozirda endi o'zingiz ham guvoh bo'lsangiz kerak, juda ko'p eshitamiz, yangiliklarda ko'p chiqadi. Yoshlarimizning nufuzli mashhur universitetlarga kirayotganligi haqidagi yangiliklar. Kembrijga kirish bu boshqa o'sha aytaylik Harvardga kirish yoki boshqa universitetlarga kirishdan farq qiladigan jihatlari bo'lishi mumkin, lekin daraja nuqtai nazarida menimcha Harvardga kirgan yosh inson, xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, endi o'zingiz bilasiz, menimcha buni shanslarni yaxshi baholash mumkin. Faqat shu harakat qilish kerak, o'ziga ishonish kerak va talablarni yaxshi o'rganib chiqish kerak. Keyingi savol Umidbek Xushboqov so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Iloji bo'lsa magistratura bosqichiga huquqshunoslik sohasi bo'yicha qanday talablar bor? Scholarship qanday tartibda ajratiladi? Qanday bosqichlardan iborat? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz debdilar. Endi yo'nalishlar haqida gapiradigan bo'lsam, meni o'zimning yo'nalishim bo'lmagan yo'nalishlar haqida savol berishgan. Ko'pincha huquqshunoslik yoki o'sha creative writing haqida savol bor va matematika, fizika. Lekin umuman olganda universitetga kirish tartibi baribir deyarli bir xil desa bo'ladi, juda ko'p yo'nalishlar uchun. Magistraturaga kirishni aytadigan bo'lsak, o'sha birinchi navbatda siz taqdim qiladigan hujjatlar ichida nimalarga qaraladi deb agar savol beradigan bo'lsak, birinchi navbatda baholaringiz baribir muhim. Chunki baholaringiz past bo'lsa yoki masalan ingliz tili ballingiz past bo'lsa, qolgan hujjatlaringizning ko'rib chiqilishi bosqichigacha ham yetib bormasligingiz mumkin. Lekin aytaylik, birinchi o'sha eng asosiy, eng bazadagi talablarga javob berasiz deylik. Aytaylik, bakalavrdagi hamma baholaringiz a'lo, IELTS dan yaxshi baho olgansiz, ya'ni boshqa ma'muriy talablarning hammasiga javob beradigan bo'lsangiz, undan keyin asosiy qaraladigan narsalar baribir o'sha sizni yozgan statementlaringiz, ya'ni yozgan hujjatlaringiz, yozgan xatingiz, motivatsion xat deyiladi, ba'zi joylarda Amerikada masalan statement of purpose deyiladi, Britaniya universitetlarida bu narsa personal statement deyiladi. Personal statement va shunga o'xshash hujjatlarni qanday yozish haqida yana bir video qilaman vaqt topib. Lekin qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu hujjatlarda sizning kimligingiz, sizning shaxsingiz, sizning kerak bo'lsa xarakteringiz seziladigan, ko'riladigan bo'lishi kerak. Ya'ni men magistratura haqida gapiryapman. Magistraturada ilmiy ishning salmog'i menimcha u darajada muhim emas, ya'ni adashayotgan bo'lishi mumkin, balkim huquq sohasida shundaydir. Lekin masalan meni sohamda magistraturada ko'proq magistratura darajasida ko'proq baribir o'sha baholaringiz, shu paytgacha erishgan yutuqlaringiz, shu paytgacha balki o'sha universitetdan tashqarida to'plagan tajribangiz muhimroq bo'ladi. Hozir IELTSni esladik. O'zimning tajribamdan kelib chiqib, IELTSning universitetga topshirishda, ayniqsa Kembrijga topshirishdagi ahamiyati haqida qisqacha aytib o'tib ketaman. Bitta narsani esda tuting. Oradan ko'p yil o'tib ketdi, 14 yil bo'libdi. Balki vaziyat o'zgargandir. Hozirda IELTS O'zbekistonda juda ham ko'pchilik biladigan va ko'pchilik topshiradigan test bo'lib qoldi. Ko'pchilikni hatto IELTSga aloqasiz odamlar ham IELTS nimaligini bilishadi. Lekin 10, 15, 20 yil oldin bu darajada ommalashmagan edi. Shunga qaramasdan Cambridge uchun IELTSning ahamiyati va Cambridge, balki Oxford va shunga o'xshash yuqori reytingli universitetlar sizdan albatta fakultetiga qarab farq qilishi mumkin, lekin juda ham baland IELTS talab qilinadi. Men 2005 va 2006 yillar oralig'ida Manchester universitetida magistraturada o'qiganman. Odatda agar siz Britaniya yoki o'sha boshqa ingliz tilida so'zlashuvchi davlat universitetidan diplomingiz bo'lsa, keyinchalik yana boshqa o'sha ingliz tilida so'zlashuvchi davlatning universitetiga hujjat topshirganingizda sizdan yana IELTS so'ralmaydi.
Lekin 2011-yilda men PhD ga qabul qilinganimda Cambridge universitetiga ingliz tilida IELTS'ingni yubormabsan degan email kelgan menga. Keyin ularga o'sha men sizni tushunmadim deganday javob yozganman. Meni Manchester universitetida magistraturam bor deb javob yozganimda, yo'q, bizga seni IELTS sertifikating kerak deyishgan. O'sha qabul jarayonida ancha kech bo'lib qolgan edi. Iyul oyining ham oxirlariga yetib qolgan edik. Ya'ni emailda agar sen bizga hozir IELTS sertifikatingni yubormasang, senga joy bermaymiz deganday email bo'lgani uchun shosha pisha o'sha British Council bo'lardi o'sha payt. O'sha yerdan joy topib qayta topshirganman. Darajasi baland bo'lishi kerak dedim. Masalan, meni dasturimga kirish uchun talab 8, minimum 8 bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni juda ham baland. Hozirgi kunda endi yoshlarimiz uchun 8, 8,5 uncha bir baland ball bo'lmay qoldi. 9 ballni olganlar haqida ham eshitib turibmiz. Shuning uchun siz uchun menimcha bu qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin hisobga olib qo'ying. Endi PhD ga keladigan bo'lsak, aynan PhD haqida gapirdik boyagi savolning oxirida. Ibrohim Sharipov yozadilar. PhD ga qanday kirish mumkin va scholarshiplar yutish bo'yicha gapirib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Scholarship haqida ham mana shu javobimda gapirib ketaman. Agar sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, ikkita chig'iriqdan o'tishingiz kerak. Birinchi chig'iriq bu o'sha universitetning talabiga javob berib, universitet kutadigan minimumdan o'tganingizdan keyin, boya aytganimdek, statementlaringiz, hujjatlaringiz ko'riladi. Albatta PhD ning o'zining talablari bor va asosiy talab bu o'sha ilmiy ishingizning qiziqarliligi, salmog'i va kelajakda qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi, ya'ni qanchalik umidli ishligiga ham qarashadi. Buni qanday qilib aniqlaysiz? Birinchi navbatda o'zingizga qiziq mavzu bo'lishi kerak bu. O'zingiz shu paytgacha o'rganib kelgan, magistraturada qaysidir nuqtagacha o'rgangan, qaysidir chuqurlikkacha yetgan, juda chuqur bo'lmasa ham, oxirgacha bo'lmasa ham qanchadir baribir tadqiqot qilgan, o'zingiz uchun juda ham muhim mavzu bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda bu mavzu juda ham dolzarb bo'lishi kerak. Dolzarb deganda, masalan, xoh o'sha o'zingizni mintaqangiz haqida, O'zbekiston haqida deylik yoki Markaziy Osiyo haqida, xoh butun dunyo miqyosidagi mavzu bo'lsin, joy fokusidan qat'iy nazar umumlashtirsa bo'ladigan mavzu bo'lishi kerak. Bu degani, siz o'sha case sifatida olgan mintaqa bo'lsin yoki davr bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz beradigan javob, ya'ni siz topgan yechim fanga juda ham katta hissa qo'shadigan narsa bo'lishi kerak. Agar fanga katta hissa qo'shmayaptimi, bu PhD darajasiga loyiq ilmiy tadqiqot bo'lmaydi. Shu narsalarning hammasini hisobga olishingiz kerak. Masalan, Cambridge ga qiziqdingizmi? Universitetda, masalan, universitet tanlayotganda bakalavr, magistr darajasida universitet tanlayotganingizda siz turli narsalarga qaraysiz. Baribir universitetni o'sha reytingiga qararsiz, balkim o'sha universitetdagi sharoitlarga qarashingiz mumkindir. Lekin PhD ga kelganida baribir tanlov sal boshqacharoq bo'ladi, chunki PhD da siz ko'proq ilmiy rahbar tanlaysiz. Amerika bo'ladigan bo'lsa, masalan, ilmiy rahbarlar tanlaysiz. Siz boya aytganimdek, sizga qiziq va siz shu paytgacha o'rganib kelgan va chuqurroq o'rganish yoki kengroq o'rganishni xohlaydigan mavzuda PhD qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi beradigan savolingiz bu universitetdagi, bu fakultetdagi o'sha o'qituvchilar yoki ilmiy tadqiqotchilar aynan meni shu mavzuda yetaklab, meni o'sha bormoqchi bo'lgan joyimga, manzilimga yetaklay oladimi degan savol sizda baribir birinchi navbatda bo'lishi kerak. Va agar topgan mavzuyingiz rostdan qiziq va dolzarb va o'sha bilimga qo'shadigan hissasi salmoqli bo'ladigan bo'lsa, ishonchim komilki, o'sha fakultetdagi domlalar baribir sizga xayrixoh bo'ladi va sizga yordam beradi. PhD ga topshirayotgan yoshlar bitta narsani esda tutishlari kerak, menimcha, PhD nafaqat sizga kerak. Yaxshi talabalar, domlalarga ham yaxshi talaba, universitetlarga ham yaxshi umidli talabalar kerak. Shu sababda bu qaysidir ma'noda hamkorlikning bir turi. Shuni hisobga olib topshirganingiz yaxshi. Lekin boya aytganimdek, nafaqat bakalavr yoki magistraturada hujjat to'ldirish, balki PhD ga qanday topshirish haqida ham alohida video qilishga harakat qilaman. Ruxsora so'rabdilar, grant ajratilishida nimalarga e'tibor beriladi? Eng asosiylari. Endi buni hozirgi javobimda aytib o'tdim. Yana qisqacha qo'shimcha qilaman. Endi bu savolni qiziqligi menga yo'nalish, adabiyot yo'nalishiga topshirmoqchiman. Buning uchun yozishni bilish shartmi? Mastersga topshirmoqchiman, ammo 3 yil gap year bor orada. Bu qanaqa ta'sir o'tkazadi? Shular haqida ham aytib o'ting, iltimos. Birinchi navbatda creative writing ga topshiradigan bo'lsangiz, creative writing ning o'zining talablari bor. Creative writing da ko'proq baribir amaliy talablar bo'ladi. O'sha nimadir yozgan bo'lishingiz kerak, nimadir chop qilgan menimcha bo'lishingiz shartmi yo'qmi, bu universitetiga bog'liq. Shu orada aytib o'tib ketay, creative writing agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Cambridge universitetidan kuchliroq creative writing programmalar bor
va o'sha programmalar, o'sha dasturlarning bittasi meni universitetimda joylashgan. Shu sohaga qiziqsangiz, balki eshitgandirsiz, University of East Anglia, Sharqiy Angliya universitetining Creative Writing programmasi nafaqat Britaniyada, balki Yevropada eng kuchli dastur desa bo'ladi. Buni men endi bu o'zim shu universitetda ishlaganim uchun aytayotganim yo'q. Buni ko'pchilik tan oladi. Sizga qiziq bo'lsa, Sharqiy Angliya universitetining Creative Writing dasturining veb-saytini videoning pastida qoldiraman, o'qib ko'rishingiz mumkin. Grant ajratilishida nimalarga ahamiyat beriladi deydigan bo'lsak, o'sha hamma narsaga ahamiyat beriladi. Umuman olib qaraladi, asosiy narsalar bor, ikkilamchi narsalar bor. Asosiy narsalar deganim, siz birinchi navbatda universitetning hamma talabini qondiryapsizmi? Baholaringiz yaxshimi? Diplomingiz bormi? Bundan tashqari hujjatlaringizda yana nima ko'rinishi kerak? Birinchi navbatda sizni o'sha intilishingiz, xarakteringiz va rejangiz, kelajak uchun rejangiz ko'rilishi kerak. Programmani tuzayotganda, ayniqsa PhD programmaga topshirganda, PhD programmaga talaba qabul qilinayotganda ahamiyat beriladigan narsalar, bu talaba bizning fakultetimizga nima olib keladi degan savol juda muhim bo'ladi. Ya'ni biladigan bilimi, qila oladigan ishi, gapira oladigan tillaridan tashqari bu talaba yana o'sha inson sifatida bizga nima olib kela oladi degan narsaga qarashadi. Ya'ni aytaylik, hamma baholar nuqtai nazaridan, ingliz tili, IELTS nuqtai nazaridan, boshqa hamma narsada siz kim bilandir teppa-teng bo'lsangiz, lekin sizni hayot yo'lingiz qiziqroq bo'lishi mumkin, misol uchun. Yoki sizni qiladigan ishingiz juda ham muhim, hammaning og'zida, hammaning o'sha xayolidagi mavzu bo'lishi mumkin. Yoki siz kelajakda qilmoqchi bo'lgan rejangiz qandaydir, kelajakda qiladigan ishlaringizga bu PhDning yoki bu magistraturaning yoki o'sha bakalavriatning qanaqadir bir boshqa hech qayerda ko'rilmagan bir salmog'i yoki hissasi qo'shilishini ko'rsatib bera olishingiz mumkin. Xullas, mana shu narsalarga qaraladi, qisqa qilib aytganda. Ismlari yo'q ekan, nuqta qo'yilibdi. Nuqta yozadilar. Sharqshunoslik yo'nalishi magistraturasiga qabul qilinishi uchun talabada qanday keyslar bo'lishi kerak, yana qandaylari qo'shimcha ustuvorlik beradi. Qabul qilinishi uchun top 800 yoki 900 dagi universitet bakalavrini tamomlagani xalaqit qilmaydimi? Savolni oxiridan boshlaydigan bo'lsak, yo'q, xalaqit qilmaydi. Universitetni tugatgan bo'lsangiz va aytaylik o'sha bakalavr darajangiz yoki magistr darajangiz bo'lsa, shuni o'zi kifoya qiladi. Endi men buni 100% aniq ishonch bilan aytayotganim yo'q, lekin reytingga qaralmaydi. Masalan, men diplomatiya universitetini tugatib, Manchester universitetiga o'qishga kirganman magistraturaga. Diplomimning kopiyasini, o'sha skanini ko'rsatganman va shuni o'zi yetarli bo'lgan. Sharqshunoslik yo'nalishida keyslar deganingizda aynan nimani nazarda tutganingizni to'g'risi tushunmadim, lekin agar mavzu nuqtai nazardan oladigan bo'lsangiz, o'sha aytganimdek, boya yuqorida aytib o'tgan hamma gaplarim baribir bunga ham amal qiladi. Shu paytgacha qilingan tadqiqotlarning hammasini hisobga oladigan bo'lsak, aytaylik o'sha sizni tor sohangizdagi tadqiqotlarni, shu tadqiqotlarga va shu bilimga siz qanday hissa qo'sha olasiz va bu sizni qo'shgan hissangiz qanchalik salmoqli va biz shu paytgacha biladigan narsalarimizni qanchalik o'zgartira oladi, shu narsalarga qaraladi. Ilhom Jumanov savol beribdilar. Assalomu alaykum. Iltimos, bakalavriat uchun ma'lumotlar va qanday qilib 100% grant olish imkoniyatlari haqida ham ayta olasizmi? Men hozir 11-sinfman va 1 yil O'zbekistonda Foundation Year o'qimoqchiman va keyin Cambridge universitetida o'qimoqchiman va 100% grant olishim kerak debdilar. Ilhom Jumanov, sizga birinchi navbatda omad tilayman. 11-sinfda shunday qat'iy reja va qat'iy qaror bilan yondashyapsiz bu masalaga. Sizga faqat omad tilayman. Stipendiya 100% grant yutish shanslari haqida sizning savolingiz orqali boshqalar uchun ham qiziq bo'ladi, menimcha javob berib o'taman. Afsuski, umuman olganda Britaniya universitetlarida grantlar masalasi juda qiyin. Bu yo'nalishga ham bog'liq emas, ko'pincha universitetga ham bog'liq emas. Ba'zi katta universitetlar, ba'zi boyroq universitetlar deylik, magistratura yoki PhD ga cheklangan sonli stipendiyalar ajratishlari mumkin, lekin umuman olganda, ayniqsa boshqa davlatlarga qiyoslaganda, Britaniya universitetlarida stipendiya masalasi yaxshi emas. Ya'ni ko'pchilikka stipendiya berishmaydi, grant berishmaydi. Berishgan taqdirda ham kamdan kam holda bu grantlar 100% bo'ladi. Agar aynan grant asosida o'qishni reja qilayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda masalan bakalavr o'qib, keyinchalik magistratura yoki PhD ga o'sha Cambridge gami, Oxford gami topshirishni maslahat berish mumkin. Agar grant olish osonroq bo'lgan davlatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, masalan Yaponiya haqida shunday deyish mumkin. Yaponiyada 100% Yaponiya hukumatini grantini olib o'qigan odam sifatida keyinchalik yana Yaponiya haqida ham video qilaman. Chunki gaplashishga juda ham gap ko'p. Videoni boshida savollarga qisqacha javob beraman dedim, lekin mana necha daqiqadir uzun bo'lib ketdi. Sherzod Adash savol beribdilar. Qisqa amaliyotlar haqida bo'lsin, tadqiqotchilar uchun 1 oydan 3 oygacha osonmi yoki hujjat ishi ko'p bo'ladimi? To'g'risini aytsam, savolni javobini bilmayman, lekin Institute of Continued Education degan institut bor. Ya'ni davomli
ta'lim instituti degan institut bor. Saytining adresini videoning pastida qoldiraman. O'zingiz uchun o'qib ko'rib, kerak bo'lsa ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilishingiz mumkin. Tajribadan kelib aytadigan bo'lsam, yoz oylarida juda ko'p turli davlatlardan turli mutaxassislar kelib, malaka oshirish dasturlarida qatnashishadi. Menimcha, lekin bular hammasi pullik dasturlar bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim, o'zingiz qiziqib ko'ring. Va ikkita savol qoldi. Ikkalasi bir-biriga yaqin bo'lgani uchun ikkalasiga javob beraman, chunki bittasi matematika haqida, yana bittasi fizika haqida. Shokir Abulfayziyev bilan Shuhrat Hasanov yozibdilar. Matematika sohasida olimlar qilinayotgan ishlar haqida ma'lumot bo'lsa va fizika sohasida ham taxminan o'shanday savol. To'g'risini aytishim kerak, fizika va matematika mening soham emas. Bitta narsaga urg'u beraman, lekin agar siz matematika va fizika o'qimoqchi bo'lsangiz, Cambridge menimcha dunyoda birinchi o'rinlarda turadi, shubhasiz. Bu shunchaki gap emas, menimcha reytingda o'sha fan yoki sohaga qarab universitet qidiradigan bo'lsangiz, Cambridge o'sha birinchi uchtalikda bo'lsa kerak menimcha. Balki menda hozir Amerikani o'sha MIT, Caltech va hokazo texnologiya universitetlari birinchi o'rinda bo'lishi mumkin, lekin reytinglarga munosabatimni ham aytib reytinglarga 100% ham ishonib qo'yish kerak emas. Har doim ham o'sha reytingda berilgan universitetning joyi yoki reytingda berilgan baho hamisha ham o'sha hayotda 100% hayotga to'g'ri kelavermaydi. Lekin Cambridge azaldan matematika va fizikaning o'chog'i bo'lgan. Matematika nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, o'sha boya videoda ham ko'rsatdim, matematiklar ko'prigi afsonalardan bittasi bo'lishiga qaramasdan, matematika hamisha Cambridge universitetida juda kuchli bo'lgan, juda kuchli matematiklar ishlashgan. Balki bilarsiz, Isaac Newton, biz o'sha videoda ham suhbatlashdik Isaac Newton haqida. Biz uni fizik sifatida bilamiz aslida, lekin uning universitetdagi lavozimi matematika professori bo'lgan. Fizika haqida gapiradigan bo'lsak, matematikadan ham kuchli, matematikadan ham boy tarixga ega. Balki fiziklar, o'zingiz fizik bo'lishingiz mumkin yoki fiziklar bo'lsa oramizda, masalan meni otam fizik, Cambridgega kelganlarida juda ko'p joylarni ko'rib, juda ko'p joylarda o'sha buyuk fiziklarning ishlagan, yashagan joylarini ko'rganlar. Bu joylardan bittasi albatta o'sha mashhur Cavendish laboratoriyasi. Newtondan tashqari Rutherford deyiladi inglizchada va o'sha Cavendishni o'zi, Maxwell va hokazo, endi men uni hammasini hozir eslolmayman, fiziklar ishlab ketgan. Ya'ni Cambridgeda fizika bo'yicha ish qilish menimcha nafaqat o'sha obro'li, balki qaysidir ma'noda o'sha juda mantiqqa to'g'ri keladigan narsa, chunki bir necha 100 yillik fizikani o'rganish bo'yicha an'ana bor Cambridgeda va umid qilamanki, endi men sizning savolingizga to'liq javob bera olmagan bo'lishim mumkin, chunki fizika va matematika haqida tushuncham juda keng emas, lekin umid qilamanki, sizga ozgina bo'lsa ham o'sha yaxshi o'qib Cambridgeda matematika yoki fizika sohasida o'qishga kelish uchun keraklicha motivatsiya va ilhom bera oldim degan umiddaman. Yana bir marta hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Bunday videolarni yana qilamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling. Keyingi videoda Oxford haqida xuddi shunday video qilmoqchiman. Agar sizga universitetlar, ilmiy tadqiqotlar va shu atrofdagi mavzular qiziq bo'lsa, iltimos kanalni kuzatishda davom eting. Bundan oldin chiqqan bitta videom Italiyadagi Yevropa universiteti haqidagi video. Bu video ham sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Hozirgi videomiz tugagandan keyin bu videoga linkni ko'rishingiz mumkin. Uni ham albatta ko'ring. Katta rahmat. Do'stlar, videoni shu nuqtagacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kichik iltimosim bor. Bu kanal bilan bog'liq ishlar, ya'ni videoga olish, video matnini rejalashtirib, yozib chiqish, shunga moslab video tasvirlarni montaj qilish va hokazo vazifalarning barchasini ishdan ortgan vaqtimda bir o'zim bajaraman. Agar sizga video qiziq va foydali bo'lgan bo'lsa va meni yangi va qiziqarli videolar yaratishimda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, iltimos bu kanalga obuna bo'ling, yonidagi qo'ng'iroqcha va menga yoqdi tugmachalarini bosing. Video bo'yicha fikr-mulohazalaringiz, ayniqsa tanqidiy fikrlaringizni pastda yozib qoldiring. Men ularning hammasini o'qib chiqaman va imkon qadar javob yozishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.